Hech narsa qilgilaringiz kelmagan kun bo'lganmi? Menda bugun xuddi shunaqa kun. Kolxoz bozor. Desert. Fanardan yalchimagan bloger men bo'lsam kerak. Chunki 1000 xil fanar olganman. Bittasi yaxshi yonmaydi, bittasi zaryadkani yaxshi olmaydi. Xullas, shu desalaringiz, kecha yangi narsa olganman. Yangi kolleksiyadan ekan bu. Lekin oyimga yoqmadi, aytdilarki, shu qamoqxonadagilarning ishtoniga o'xshaydi deb. Nimaga ikki xil rang futbolka olganimni skoro bilasizlar. Va yana bitta futbolka oldim, oq o'zimga. Bu endi kiyinamiz. Necha bo'ldi endi? Soat. 9:30da. Hadi ishimizni tugatdik. Sekinroq. Qornimiz o'lgudek och. Sizda yiqilyapti, Mira. Ma,